do'stlik festivali o'zi biz O'zbekistonda jonajon O'zbekistonda o'zi har kun bayram. Qo'sha bayram. Hozir mana shu bugungi do'stlik festivali mana ertaga indinga davlatimizning bir milliy bayramimiz, buyuk bayramimiz, mustaqillik bayrami bilan birgalikda kelyapti-da. Bu bayram do'stlik festivali boshqa joylarda bu bayram boshqa mamlakatlarda bir kunda o'tkaziladi. Bizda bo'lsa do'stlik haftaligi qilib o'tkazish an'anaga aylangan. Bu ham bo'lsa bir tomondan O'zbekistonda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq turli millat vakillarining do'stligini, totuvligini, hamjihatligini yana bir namoyon dunyoga bir namuna qilayotgan bo'lsa, bir tomondan ichki siyosatimizning biz turli millat vakillariga yaratib berilgan sharoitning bir mevasi, bir natijasi desam bo'ladi. Albatta bizni bu nafaqat birlashtiradi, bizning milliy qadriyatlarimizni yana ham namoyon etishga bir katta maydon yaratib beradi desam adashmagan bo'laman. O'zi o'zbek va turkman xalqlar azaldan bir do'st, quda anda, qarindosh bo'lib yashab kelayotgan bir egizak xalqlarda, xalqlarimizning o'rtasida bir shunaqa o'xshatishlik bor. O'zbek bilan turkmani bir daryoning ikki qarg'og'iga o'xshatilgan, bir dutorning ikkita toriga o'xshatilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat natijasida bugun qo'shni mamlakatlar bilan ko'p mamlakatlarimiz bilan chegaralarimiz ochildi. Turkmaniston bilan do'stlik rishtalarimiz strategik darajaga yetkazildi. Albatta bu ham bo'lsa davlat rahbarlarimizning olib borayotgan oqilona siyosatlarining natijasi. Albatta nafaqat Turkmanistonda istiqomat qilayotgan turkman millat vakillari, O'zbekistonda yashayotgan biz turkman millat vakillari bir-birimizga boshqa millat vakillari bilan tinchlikda, xotirjamlikda, quda anda bo'lib yashab kelyapmiz. Bir-birimiz qadriyatlarimizni hurmat qilgan holda o'zimizning yashayotgan O'zbekiston mamlakatimizdagi O'zbekiston o'zbek tilini, uni qonunlarini, hurmatini, qadriyatini hurmatlagan holda o'zimizga yaratilib berilgan sharoitlardan to'liq foydalanib kelmoqdamiz. Oldingi bizga yaratilib berilayotgan sharoitlar bilan hozirgi sharoitlarni men hamma joyda ham ayta olamanki, tog' bilan dengizdek farqi bor. Oldin faqat mustaqillik bayramlari, Navro'z bayramlarida bir turli millat vakillari bir joyga jamlanardi. Bugun esa har kun bayram. Davlatimiz tomonidan o'tkazilayotgan bayramlarga ham faol ishtirok qilib kelyapmiz. Shuningdek, turli millat vakillari tomonidan tashkil qilingan jamoat birlashmalari, masalan milliy madaniy markazlar bilan ular tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlarga ham bir-birimiz boshqa millat vakillarsiz o'tmayapti bizning bayramlarimiz. Bu ham bo'lsa bizga yaratilib berilgan masalan do'stlik maydoni bu.